Assalamu alaykum. Yangi Uqum ingliz tili darsimizga kelganingizni qisman qarshi olamiz. Bugun darsimizning birinchi kuni. Darslik kitobimizning ingliz tilidagi atalishi New Concept English. Bu darslik kitob jami 4 qismdan tuzilgan bo'lib, inshaalloh biz shu oldimizdagi 8 oy bilan 10 oy ichida shu 4 qismgacha to'liq tugatishga tirishimiz. Xuddi oldida aytganimizdek, inshaalloh har kuni 2 dars chiqarishga tirishimiz. Savdoshlarning butun diqqatining shu YouTube kanalimizda bo'lishini umid qilamiz. Xo'sh, undaqda shu topda ekranda ko'rayotganingiz eng ustidagisi albatta darslik kitobining ismi New Concept English. Uning tagidagisi First Things First. Anondan tirnoqchida Book 1 degani hamdi. Shu abay aytgan 4 qismliq kitobning birinchisi bo'ladi. Demakchi birinchi kitobdan boshlaymiz albatta. Bu birinchi qism kitobning ismi nima bo'ldi deganda First Things First degan bo'ldi. Ammo tirnoqchilikisi Book 1, ya'ni birinchi qism degan kitob, birinchi kitob degan gap bo'ldi. Xo'sh, undaqda tirnoqning sirtidagi First Things First degan nima bo'ldi deganda eng muhimidan kelmaylimi degandek bir gap. Uyg'urcha atsak bu gapni. Buni ikkiga parchalab tushunsak, first things degani birinchi ishlar degan gap bo'ldi. Uning kendiki first degani oldi bilan qilish kerak yoki oldi bilan degandek bir ma'nosi. Demakchi, birinchi ishlarni oldi bilan qilish kerak, ya'ni eng muhimidan kelmaylimi degandek işte bir ma'no oldi. Ya'ni birinchi qism kitobning ismi. Okay? Xo'sh, shu topda August 1st 2019, ya'ni 3-qurda ko'rganingizdek 2019-yil 8-yanvar 1-kun bo'ldi. Ingliz tilidagi shu chislarninki ifodalanishi shunday bo'ladi. Ma'va hamda bir qadar amerikalashgan ifodalash usuli, ya'ni chislarninki. Ya'ni oyni boshda develop, andan keyin kunni deb, uning keynidan andan yilni deydigan bunda bir odat bor. Amerika ingliz tilida. Okay? Uning tagiga qarasangiz YouTube channel deydi. YouTube degan savdoshlarga ma'lum, shu YouTube degan tor bekatga qartilgan channel degan kanal degan gap. Demakchi kanalimizninki YouTube'dagi ismi Hayot Tilim bo'ladi. Savdoshlar, demakchi bu videoni ko'rayotganingiz cho'qim sizningki YouTube'dan xabaringiz borligidan darak berdi. Shundaqdimi, ya'ni boshqalarga tavsiya qilish to'g'ri kelsa, Hayot Tilim degan shu ko'rayotganingizdek yangi yoziqcha yezibla izlash degan yerga izlasa, mana men deblam chiqadi kanalimiz. Ashadilla qo'shuvasi bo'ladi, agishib demakchi. Undan keyin agishib bo'lgandan keyin qo'ng'iroqni besib o'tishni unutib qolmasligingiz kerak. Yoki boshqalarga shuni tavsiya qilib qo'ysangiz, chunki qo'ng'iroqni besib o'tmaganda qanda har qatim yangi mazmun chiqqanda xabarsiz qolib qolasiz degan gap. Undan keyin eng tagida www.hayottilim.com deb turdi. Bu tor bekitimizning adresi. Savdoshlarga mishar deb qo'yilgan muhim gap, mazkur kitob, ya'ni biz shu bugun boshlamoqchi bo'lgan kitobni shu tor bekitimizga chiqib tushirib ola olasiz. PDF nusxasini. Chunki xo'sh, undaqda biz nazariyani oz so'zlab amaliy gap kelaydi. Bugun nima ish qilamiz deganda, bugun biz birinchi darsni boshlaymiz albatta. Birinchi dars deganda ingliz tilida lesson 1 deb ataydi. Darsningki temasi, ya'ni mavzusi nima bo'ldi ekan? Excuse me bo'ladi ekan. Excuse me. Okay? Demakchi bir tunishtirib o'tsak, ekranda ko'rayotganingizningki nima ders ekanligini. Eng ustidagisi lesson 1, ya'ni excuse me dars temasi. Uyg'urcha desak bu gapni birinchi dars kechiring deganda qashta bir ma'nosi bor, excuse me ningki. Kechiring degandek, yoki meni kechiring degandek. Tafsilotini biz hali dars so'zlash jarayonida tafsiliy tushuntiramiz. Xo'sh, undaqda uning tagiga qarasangiz, nima gap bor desangiz, new words and expressions degan gapni ko'rasiz. Ko'ryapsiz. Demakchi, har bir darsda bundan keyin shu so'z iborasini uchirtisiz. Buni hozirda bir bilib olsak, ma'nosi nima bo'ldi deganda, new degan yangi degan gap,
words degan so'zlar degan gap, and degani va bilan degandek bir bog'liq so'z, expressions degancha ifodalash usullari yoki so'z birikmalari deganda işte bir ma'nosi bor. Xo'sh, undaqda new words and expressions degan nima ekan? Yangi so'zlar va so'z birikmalari yoki ifodalash usullari deganda işte bir gap. Xo'sh, undaqda albatta har qanday bir jumla yoki abzas hattoki uzun bir maqola bilan tanishishdan burun oldindan qanday so'zlarni bilish kerak. Undaqda biz bismillahida qanday eng oldi bilan so'zlarni o'rganib chiqaylik bugun o'tilgan darsimizniki, ya'ni tekstni ko'rishdan burun yoki dialogni ko'rishdan burun. Xo'sh, undaqda birinchi so'z nima bo'ldi deganda, men o'qiyman, o'qigan chog'da munda o'qiyman. Bir o'qib bo'lib, demakchi so'zni yoki jumlani bundan keyin buni ayrim deb o'tmayman. O'qib bo'lib bir tinib o'taman, ozroq bir 2 sekund atrofida. Demakchi o'zim muvofiq deb qaragan bir vaqt doirasida jim turman, o'qib bo'lib demakchi. Shu vaqtdan foydalanib siz qanday bir ovozli agishib o'qishingiz kerak. Okay? Buning foydasini o'zingiz ko'rasiz keyin. İnşallah. Xo'sh, undaqda birinchi so'zimizni boshladik, lesson. Lesson. İkinci sözümüz one. One. Number 3, excuse. Excuse. Number 4, me. Me. Number 5, yes. Yes. Number 6, this. This. Number 7, is. Is. Number 8, your. Your. Number 9, handbag. Handbag. Number 10, pardon. Pardon. Number 11, it. It. Number 12, thank. Thank. Number 13, you. You. Number 14, very. Very. Number 15, much. Much. Number 16 bo'lish kerak, 19 bo'lib qolibdi, kechiringlar, o'zgartirib o'taylik. 16 degan qanday? Whose. Whose. Xo'sh, so'zlarning o'qilishi mushundoq. Endi biz ma'nosini tushunib chiqaylik. Bir narsani qo'shib qo'ysam, men birinchi so'zimiz lesson, ikkinchi so'zimiz one deb bo'liblam, uchinchi so'zdan boshlab uchinchi so'zimiz, to'rtinchi so'zimiz, beshinchi so'zimiz deb o'tamidim. Uning o'rniga qanday number 3, number 4, number 5 deb oldim. Savodoshlar, garchi inglizcha hech qanday asosingiz bo'lmasa, cho'qim tushundingiz. Number 3 deb uchinchisini o'tdi, number 4 deb to'rtinchisini o'tdi, number 5 deb beshinchisini o'tdi. Demakchi, o'g'lim albatta beshida, ya'ni darsning boshlanishida ancha-muncha Uyg'urcha so'zlab o'timiz darsni orqadan asta-asta inglizchaga yo'tkilamiz. Ya'ni qo'shimcha gaplarni butunlay inglizcha deyishga otlanamiz. Okay? Shuni esimizda tutsak. Xo'sh, undaqda yuqorida biz so'zlarni o'qib chiqdik. Undaqda ma'nosi bilan tushunib chiqaylik. Ma'nosini deyish jarayonida albatta talaffuzni yana deb o'tishga to'g'ri keldi. Chunki bu darsning boshlanishi hamma savodashlarningki talaffuz jihatda, ya'ni ingliz tilining elifbasi, ya'ni tovush chiqarish. Yana bir xil aytsak, qaysi harfningki qaysi so'zga kelganda qanday tovush anglatadiganligini albatta bu vaqtda maxsus darsimiz bor. Shu kanalimizning playlist degan yerga qarasangiz, ingliz tili elifbasi deb 6 dars bor. Shu 6 darsda nihoyat tafsili so'zlangan. Shundaqmi, hamma savodashlarni ingliz tili harflariningki talaffuz, ya'ni tovush anglatish jihatidan bilimga ega
deb qarashqimi bo'lmaydi. Ba'zi vaqtlar masalan hech qanday asosga ega bo'lmasligi mumkin. Demakki, shu nuqtadan aytganda so'zlarninki o'qilish jihatdagi ahvolni bir qo'l so'zlab o'tib ketganlik hargiz ziyonli emas. Okay? Xo'sh, shundaqda birinchi so'z qarasak lesson deb turdi. Lesson. Bir mishada deb qo'yish tegishlik muhim gap. Ingliz tilida garchi ikki qatim yozilsa-mu ba'zi harflar, uni bizning Uyg'ur tilimizda shunday chiqib, ya'ni qayta o'qiydigan. Demakchi, bir harfni ikki o'qiydigan ahvol bor ingliz tilida. Masalan, gulla, masalan, gullab yashna degan gapdiki, gulla degan so'zda ledan ikkisi bor. Demakchi, Uyg'ur tilida qanday chiqib o'qiymiz. Demak, ikki qatim yozilganni ikki qatim o'qiymiz. Gulla deb, leni ikki qatim o'qiymiz degan gap. Lekin ingliz tilida bunday ahvol yo'q. Demakchi, as garchi ikki qatim yozilgan bo'lsa-mu, bir qatim o'qildi. Hargizmi lesson deb o'qimaymiz, balki lesson. Lesson, okay? O'qilish jihatdagi ahvoli shu. Ma'nosi qanday? Dars degan gap. Dars. Shu biz o'qiyotgan darsni qanday? Lesson deymiz. Masalan, English lesson degan qanday? Ingliz tili darsi degan gap. Buning yana bir ma'nosi bo'lib, savoq degandek ma'nosi bor. Masalan, men bu ishdan savoq oldim deydi-ku. Demakchi, siz albatta men ishimni savoldoshlar cho'qim shu topda oldida bir dabda, anondan keyin bir qalam tutib o'tiryapti-ku, o'sha kompyuterning oldida shunaqa o'tiryapsiz. Men cho'qim ishimni shunga. Demakchi, ingliz tilini shunday o'rganganda yaxshi o'rgangan bo'ldi. Ya'ni ma'lum so'zlaganni qanday shu bir tarafdan yozib maqsad albatta buni deyish ketmaydi-ku. Demakchi, o'g'lim shu topda yozayotgan bo'lsa lessonni ikki xil ma'noga ega deb yozib olsangiz balki yaxshi, foydali. Ya'ni birisi dars degan gap, masalan, ingliz tili darsi, ya'ni English lesson deki ma'nosi dars bo'lsa, yana birisi qanday savoq. Masalan, men ma ishdan savoq oldim degan joyda ishlatilgan savoq degan ma'nosi lessonniki. Okay? Xo'sh, ikkinchi so'z one. Bu so'zningki ham o'qilish jihatdagi ahvolini ham ma'nosini desak, masalan, oldin o'qilish ahvolini desak, nihoyatda diqqat qilyapsiz, buningki o'qilishida qanday vuh degan bir tovushning borligini. Vuh, ya'ni ikki qalpoqdan chiqyapti, ikki qalpoqdan. Tish bilan hech qanday munosabat yo'q. Vuh, vuh, vuh. One. Chimo hargizmi one emas. Ya'ni ustingi tishingiz aslida qalpoq tegib qolmasin, One, vuh emas. Titrab chiqadigan vuh tovush emas, balki ikki qalpoqdan chiqadigan yumaloq tovush. Vuh, one. Cho'qim ko'z oldingizga keltirib oldinglar. Albatta, ilib darsiga qarasangiz buni so'zlagan shu darsning orlig'ida. Xo'sh, o'qilishi shundoq ekan, one ekan. Demakchi, mishada sizga eskartirganim hargizmi one deb o'qib qo'ymasligingizni eskartmoqchi-ku. One, ya'ni ustingi tishingiz aslan qalpoq tegib qandoqdir titrab chiqadigan v tovushida o'qilib qolmasin demoqchi. Balki ikki qalpoqdan chiqadigan v degan tovush yo'q, ya'ni v degan tovushni ismimizni tutib turib one desak ham chiqadi. Okay? Ma'nosi bir degan gap. Masalan, lesson 1 desak qanday? Birinchi dars bo'ldi ekan. Bir narsaga diqqat qildingiz, biz Uyg'ur tilida qanday? Birinchi dars deb bundoq sonni oldida ismni keyinda deydi ekanmiz. Ingliz tilida naq aksi, lesson 1 debchimi? Bu qandaqdir ingliz tilininki to'van yoki boshqacha bir til ekanligini demakchi o'g'lim Uyg'ur tiliga solishtirganda to'van o'rinda turadiganligini derak bermaydi. Bu faqat ingliz tilining ifodalash odatining mushuna ekanligini bilib bo'ldi buningdan. Okay? Ya'ni one lesson demaydi ekanmiz. Albatta one lesson degan bir dars bo'lib qoladi. Endi lesson 1 degan qanday? Birinchi dars bo'ladi. Ya'ni dars birinchi degandek. Okay? Men hozirgi gapimni yana bir qaytalay. Agar one lesson desak bir dars bo'ldi, deymi? Agar lesson 1 desak-chi birinchi dars bo'lib qoladi. Okay? Ma'ni tushunaylik. Number 3, uchinchi. Excuse. Diqqat qilyapmiz. Oldidagi birinchi bo'g'im masalan x deb o'qilayotganligini. Ana ikkinchi bo'g'imningki cues deganda a ko'zingiz ko'ryapti-ku. S yozildi. Demakchi ikkinchi bo'g'imningki tarkibida s harfi bor, lekin uningki
o'qilmaganligini bildingiz hozir. Siz Z o'qilyapti. Ya'ni excuse, hargiz excuse emas, excuse. Mana bu o'qilish jihatdagi ahvoli. Buning ma'nosi kechirish degan gap. Kechirim qilish degandek. Masalan, excuse me bo'lganda kechiring meni degan bo'ladi. Biz Uyg'ur tilida meni kechiring deb qolamiz-ku. Ingliz tilida meni kechiring, ya'ni meni oldida kechiringni kaynida demaydi. Balki ingliz tilida kechiringni boshda deb bilib, anandiki meni deb bunday ifodalaydi. Ya'ni excuse me deb. Okay? Mana qarshi tarafdan birlik kechirim so'raganlik. Bu kechirim degani endi men hali tekstni dialogni ko'rganda qayta tushundirman. Bu xatolik o'tkazib qo'yib, qarshi tarafdan kechirim so'raganlikni bildirmaydi. Bu qandaqdir? Qarshi tarafninki diqqatini o'ziga tortishda ishlatiladigan bir qaratmalig'a bir so'z. Excuse me degani shu. Kechirsangiz bir gapim bor sizga deydigan degandek, ashta bir vajidan aytiladigan bir so'z demakchi. Aşağıda ishlatilgan masalan kechiring, masalan diqqatingizni chechib qo'ydimmi yoki ozroq mana diqqatingizni bersangiz bo'pti degan maqsadda ishlatilgan kechiring degan so'z demakchi. Excuse, okay? Albatta buningki kechirim qilib o'tish, ya'ni gunohdan o'tish degan ma'nosi bor. Bizning bugungi darsimizda darsimizda ishlatilish o'rni nima desangiz, shu boshqalarning diqqatini o'zimizga tortishda ishlatilgan bir qaratmalig'i va bir so'z ibora. Okay? To'rtinchi so'zimiz me. Me degan nima desangiz, bu meni degan gap. Albatta meni desak, ma'lum bu men bilan nim farqi bor deb bir savol paydo bo'ladi qalbingizda. Bu normal. Bundaq savolning paydo bo'lishi. Men emas-ku bu. Men degan qanday boshqa so'z. Uni hozir demayman. Uni hozir desam gap uzrab ketadi. Meni deb ham tushunsangiz bo'ladi. Ba'zida menga deb tarjima qilamiz yoki tushunamiz. Mendin deb tushunamiz ba'zida. Okay? Ya'ni meni, mendin, menga degandek shunday bir ma'nolari bor bir so'z bu. Me degan. Endi zodi qayerda meni, qayerda menga, qayerda mendin degan ma'nolarni anglatish masalasiga kelsak, bu shu so'zning o'ramiga bog'liq. Ya'ni shu jumlada kelayotgan o'rniga bog'liq. Ya'ni oldi keyingi so'zlarga bog'liq demakchi. Okay? Shunchalik tushunaylik buni. Me degan meni deb tushunib turaylik bugungi darsimizda. Masalan, excuse me bo'lsa qanda meni kechiring bo'ldi. Inglizcha desak buni, bu gapni kechiring meni degandekchi. Okay? Number 5, yes. Yes degan o'qilishini alayda ta'kidlash ketmaydi. Bunun ma'nosi shundoq to'g'ri degandek ma'nolari bor. Bugungi darsimizda qanday? Xo'sh degandek bir ma'nosi bor. Masalan, buni qaytilsam, masalan, boshqalarning diqqatini o'zimizga yo'tkiganda yoki o'zimizga qaratganda excuse me deyotganmiz-ku. Masalan, kechirsangiz sizga bir gapim bor yoki bir savolim bor degan maqsadda excuse me desak, bu gapni anglagan odam qanday bizga shundoq inkos qaytardi, shundoq yes deyish orqali. Buning bu yergi ma'nosi nima bo'ldi deganda shu. Xo'sh degandek. Xo'sh nima ish degandek shu. Asta bir ma'nosi bor. Demakchi yesninki so'z ma'nosini desak, shundoq bo'ladi, ma'qul degandek ma'nolardan boshqa bugungi darsimizda qanday? Xo'sh degandek bir ma'nosi bor. Shunchalik tushunib turaylik. 6-chi so'z this. Bu so'zni o'rganganda bir narsaga intayin diqqat qilish kerak savoldoshlar. O'qilish ohangini essak, mishadiki th harfi qandaq z degan tovushni oldi. Biz ilibba darsimizninki xatolashmasam 6-darsda alohida to'xtalgan bu vaqtda mushu hozirgi tovush ohangi haqida. Ya'ni tilni yinib ishlab turib z bor, zanjirdagi z, shu tovushni chiqarsak chiqadigan tovush bu. Tilni yinib ishlab turib, ya'ni u nima degan gap desangiz, tilingizni ikki tishning o'rtasiga ilingan, ustinki ostingi tishning o'rtasiga ilingan. Abturib, shu z'ni o'ylang. Masalan, z.
Albatta mening og'iz shaklimni ko'rmay turib buni chiqara olishingiz sal pastga to'xtaydi, men buni bilaman. Lekin men hozir degandek qilib baqsangiz cho'qim qila olasiz o'zingizga ishini. Ya'ni tilingizni yinnik holda tishlab turib, ikki tishni o'tirib solib turib tilingizni. Aji zen o'ylang, zanjirdagi zeni. The. Naq aşı tavuşu. Şu Elif'nin 6. dersini sözlegen eğer kızıqsanız dersini qayta ko'rib baqsangiz bo'ladi. Okay? Ya'ni o'qilishi bu so'zninki this. Okay? Nurg'un odam diqqat qilmaydi, balkim o'qituvchilar yetarli holda besim qilmagan bo'lishi mumkin, qattiq talab qo'ymagan bo'lishi mumkin. Mishada endi bir alayda eskartib qo'yishga tegishli bir ahvol shu so'zniki talabbuzni chiqarganda. Buni hargizmi bundoq nima deymiz? Bundoq qilib lamaliqqa o'tkazib o'tmayli. Bundoq fursatparastlik qilib demoqchi. Bundoq o'tkazib o'tmayli. Buni qanday o'tkazib o'tmayli deganda this deb o'tkazib o'tmayli. Ya'ni ni o'qib o'tkazib o'tmayli. Emas, shumi this emas. Nurg'onida mashta qiladi. İşte benim samimiy bir deydiğim taklifim bunu çoğum men degandek o'qishga tirishing. Ya'ni this. Bunun tafsiliy ahvolini men hozir degandek qayta anglasangiz bo'ldi, men gapni keyinga yandurib videoni yoki ilpa darsining 6. darsi qayta qarasangiz bo'ldi. Okay? This. So'z ma'nosi bu ma'vo degan gap. O'zimizga yaqin turgan narsani ko'rsatib turib ataganda işiltiniz mi mesela? Bu bir kitap deb mesela. Bu bir alma deb mesela. Bu kitap mening emas degandek chun. Demakchi bu, ya'ni o'zimizga yaqin turgan bir narsani ko'rsatganda ishiladigan ko'rsatish almash deylik. This, okay? 7. so'zimiz is garchi as yozilgan bo'lsa-mu, z tavshining telaffuz qilinayotganligini bilyapmiz arkadaşlar. Shunga diqqat qilsak, ya'ni is, okay? Andan keyin buningki ma'nosi bu bir bo'lsa degan ma'no oladigan so'z. Buning tafsilotini biz keyingi darslarda ko'ramiz. Hozircha shunchalik bilib turaylik. Bo'lsa qaysi bo'lsa desangiz, masalan, shu this bilan birlashtirsak, this is degan qanda bu bo'lsa degandek bir gap. Masalan, book deganni hozir ko'ramiz oldimizda. Kitap degan so'z, bugunimiz demakchi kitobning oldiga qo'shilsa nima bo'ldi? Bir bo'ldi. Ya'ni a book bo'lsa bir kitob degan gap. Endi o'sha this bilan isni ikkisini birlashtirib bir jumla ichida keltirib baqsak, hozir degandek a book bilan birlashtirsak, mana 4 so'z bo'ldi-ku. This is a book degan shu bu bo'lsa bir kitob degan gap bo'ldi. Demakchi shu 7. so'z bo'lgan isninki ma'nosi bo'lsa demakchi-ku. Shundaq yerda ishlatilgan bo'lsa. Okay? Buni shunchalik deb turaylik. 8. so'z your. Sening, sizning, sizlarning degan ko'plikmi ishlatildi. Bu igilik almash bo'lamda. Mening, sening, uning degandek-chi, igilik almash. Okay? Ya'ni sening, sizlarning degandek ham birlik ham ko'plik ishlatildi. Shunchalik bilib turaylik bu so'zning ma'nosini. Jiq so'z bilasak, savodashlar qaymoqchi mumkin. Okay? Demakchi your to'rt tarafdan tuzilgan ma so'zning o'qilishi your ma'nosi sening, sizlarning. Hozir degandek ham birlikka ham ko'plikka ishlatildi. Hamda jumla ichida gap qolsa, zodi bu sening degan gap bilan bo'ldimi, sizlarning degan gap bo'ldimi degan masalaga kelsak, albatta jumla ichidagi boshqa so'zlarga qaraymiz. Demakchi so'zning o'ramiga bog'liq. Buning sening deb ishlatilganligi yoki sizlarning deb ishlatilganligi shu so'zning jumlada kelgan boshqa so'zlarga bog'liq demakchi-ku. Demakchi ashuni qarab bilib olib bu sening demakchi keladi yoki sizlarning demakchi keladi. Okay? Number 9, handbag. Bu amaliyotda ikki dona oddiy so'zdan birikkan bir murakkab so'z bo'ldi. Ya'ni birikkan so'zdan yo'q. Hand degan amaliyotda shu qo'l degan gap, odamning qo'lini hand deydi. Bag degan nima bo'ldi? Sumka. Handbag bo'lsa nima bo'ldi? Chuqur to'g'ri qiyos qildingiz. Qo'l sumka degan gap. Qo'lda ko'tarib oladigan sumka. Okay? Handbag. Tas emas bu so'z. 10. so'z pardon. Pardon degan nima? O'qilishi shunday hamda pardon.
Herkesmi buni yangi yozishlar pardon deb o'qib olmaydi savodoshlar. Pardon emas, pardon. Cho'qim inglizcha o'qish kerak buni, inglizcha odat bo'yicha, o'qilish usuli bo'yicha demakchi. So'z ma'nosi kechirish. Bumi endi shu excuse o'xshaydigan bir so'z, ya'ni kechirim qilib o'tish degandek bir so'z. Bularninki farqini biz ketib o'tib yurganmiz. Hozir faqat shunchalik bilib tursangiz bo'ldi. Pardon, masalan, pardon me degan nima bo'ldi? Meni kechiring degan gap. Xuddi excuse me o'xshash gap endi. Lekin farq bor ikkisining, jumi. Okay, pardon, kechirish. 11-so'z it. It. Okay, buni mushuna o'qish kerak. Buni it deb o'qib qo'ymaydi. Yangi yozuvchi o'qish qoidamiz bo'yicha yoki odatimiz bo'yicha it deb o'qib qo'ymaydi. Chunki bu it emas. It bundoq aniq o'qildi. Okay? Uyg'ur tilidagi it emas bu. It. Okay? Ma'nosi u. Ya'ni uchinchi shaxs birlik qartilgan narsalarga ishlatilgan u juma, odamga ishlatilgan u emas. Masalan, ingliz tilida ariydi buni. Masalan, erlarga ishlatilgan u, ayollarga ishlatilgan u, narsalarga ishlatilgan u deb pek ariydi. Demakchi, ma'vo endi bugun hozir ko'rayotganimiz it degan nima bo'ldi? Narsalarga ishlatilgan u, ya'ni birlik, uchinchi shaxs birlik ishlatilgan u. Okay, almash. Okay, 12-so'z thank. Thank. Ama 12-so'zni so'zlaganda 6-so'zni bir qatim tilga ilishga to'g'ri keldi. 6-si nima bo'lgandi? This. Ya'ni tilimizni ikki tishning orasiga qo'yib turib, yinnik holda z'ni chiqarsak chiqadigan tovush degan tuqqi 6-so'zda the deganni. Ya'ni this degan so'zning tarafidagi the degan tovush mana hozir degandek tilimizni ikki tishning o'rtasiga olsak chiqadigan yinnik tishlab turib z'ni o'qisak chiqadigan tovush degandim bu. Ammo 12-si bumi shu tilimizni ikki tishning o'rtasiga yinnik olib turib chiqadigan tovush, lekin bu do endi s'ni o'ylang, masalan, soat tikildigan s'ni. Ya'ni tilimizni yinnik tishlab turib s'ni chiqaring, masalan, fe. Okay? Demakchi, ashu s degan tovush shu. Fe, ya'ni s deb talaffuz qilindi albatta ingliz tilida. Ammo shu s deganni, shu s degan tovushni silib o'qisak, ma so'zni thank bo'ldi. Hargizmi buni ko'nglingizni yo'labla thank deb qilib o'qiyotmanmi? Asalli bo'lish uchun, bundaq o'qilib o'tib ketaychi, bu mishadan bir o'tib ketaychi degan maqsadda thank deb o'qiyotman. Hargiz. Cho'qimki thank deb o'qishingiz kerak. Bu yerga thank'ga s degan qandaq tovush deganda men hozir degandek. Okay, ya'ni shu elpa qismining 6-darsida maxsus so'zlagan bu haqda. Okay? So'z ma'nosi rahmat aytish degan gap. Masalan, thank you degan qanda rahmat sizga degan so'z. Okay? Masalan, thank me degan rahmat menga degandek. Masalan, rahmat menga degan gap menga rahmat et degandek bir gap. Bu qarshi taraf masalan thank me desak nima bo'ldi? Rahmat et menga degan bo'ldi. Thank you degan rahmat aytman sana degandekchi. Okay? Ashtaraq bir tushunib turaylik ma'nosini. Thank, rahmat aytishda. 13-so'z you. Bu 13-so'zni abi ko'rganda qilganmi to'q, biz 8-so'zda. Ya o'xshamaydi ekan, qarang. 8-so'z your de. Ya'ni r oxirida. Ma 13-so'zning r'si yo'q. Ya'ni r'si yo'q, Bu you deb o'qiladi. O'xshamaydi ekan bu, 8-so'z nima deb ekan to'q? Sening, sizlarning degan to'q. Ya'ni igilik kelish. Almashningki igilik almash deydi, Ma you-chu bosh almash bo'ldi. Almashningki bosh shakli. Okay? Bosh almash, ya'ni sen yoki sizlar. Demak, mishadan bir narsaga diqqat qildingiz. Bu ingliz tilida sen, sizlar deganimi you deydi ekan. Okay, o'xshash birlikka, ko'plikka, ya'ni ikkinchi shaxsning birlikka, ko'plikka you deydi ekan. You ni ishlatir ekan. Sening, sizlarninkiga your ni ishlatir ekan. Your ni ishlatir ekan 8-so'z. Shuni o'ylayapsiz hozir, cho'qim. Men o'ylashingizni umid qilmayman. Okay, number 14. Very. Buni o'qiganda diqqat qilish tegishli bir narsa shu v degan bir tovushni cho'qim angladingiz. Ustingi tish, ostingi qalpoq tegib chiqayotgan tovush bu. V degan tovush. Tafsilotga qiziqsangiz shu nimaga qarasangiz bo'ldi. Elif darsimizning 5-darsiga.
maxsus so'zlagan bu shu v degan tovushni. Ya'ni ustingi tish, ostingi qalpoq tegadigan tovush mana. Ya'ni v. Ya'ni very. Okay? Herkesmi buni ikki qalpoqdan bunda yumaloq holda very deb chiqarib aytmang demoqchi. O'sha mana v degan tovushni so'zlaganda bunda shu w ningki mana ab deganda ikki qalpoqdan v qulab chiqadiganligiga selishtirishga to'g'ri keldi. Shuni olganda aniqroq bo'ladi demoqchi. Okay, uzun gapning qisqasi 14-so'zni qanday very deb o'qiydi ekanmiz. Very. Ya'ni v degan tovush ustingi tish, ostingi qalpoq tegib chiqayotgan tovush. So'z ma'nosi nima bo'ldi? Nihoyat degan gap. Nihoyat bag deganda ekan. Shunchalik bilib turaylik. 15-so'z much. Degan gap bu ko'p degan gap. Ko'p. Ko'pni yana boshqacha ma'noda, lekin buguncha shunchalik bilib turaylik. Much deganni ko'p deb, ko'p jiq deb. Masalan, very much degan nihoyat ko'p, nihoyat jiq deganda ma'ni bildiradigan so'z birikmasi bo'ldi, ya. Abayqa very bilan muchni qo'shsak demakchi. Very much. Ingliz tilida qanday? Thank you very much deb ishlatadi. Ya'ni bu degani rahmat sizga nihoyat ko'p degani. So'z ma'nosi bo'yicha tarjima qilsak, so'zlarning kelgan tartibi bo'yicha tushunsak demakchi. Thank you very much degan qanday? Rahmat sizga nihoyat ko'p. Uyg'urchada biz unda demaymiz qo'y. Rahmat sizga nihoyat ko'p demaymiz. Sizga ko'p rahmat deymiz qo'y. Demakchi machki tilninki ifodalash odatiga cho'qim nihoyat diqqat qilish kerak. Selishtirib bilgansak qanday nihoyat yaxshi o'rganib olamiz ingliz tilini. Biz Uyg'ur tilida sizga ko'p rahmat deydi ekanmiz. Ingliz tilida rahmat sizga nihoyat ko'p deb munda oldi ekan, deb selishtirib etsangiz nihoyat shu miqta qoladi majbur qolingizda. Okay, eng oxirgi so'z whose. Bu so'zningki yozilishi shundoq WHOSE deb yoziladi, lekin o'qilishi qanday? Shundoq hozir men o'qigandek whose. Buni whose deb o'qisangiz to'g'ri bo'ladi. Xato emas, lekin x'ni bak aniq, bak ig'ir elib etmasangiz bo'ladi demakchi. Amaliyotda aniq olsangiz yaxshi, ha. Whose, ya'ni s harfiningki z o'qilayotganligini, zanjirdagi z o'qilayotganligiga bir diqqat qilib etsangiz bo'ladi. Hargizmi whose deb o'qib qo'ymang. Whose. Okay? So'z ma'nosi kimning degan gap. Kimning. Yo'q, kim degan boshqa gap, kimning degan boshqa gapchimi? Mana bu bunda qarasangiz kim degan savol almashningki igilik shaklida turdi-ku, masalan, igilik almash shaklida tushunsak bo'ldi-ku, unda o'ylasangiz, whose degan kimning degan, masalan, whose book degan nima degan gap? Kimning kitobi degandek ashta bir gap. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa, mushunchalik bo'lsin so'zlarningki o'qilish, ma'ni jihatdagi tushuntirilishlarni mushunchalik qilaylik. Unda siz mushu yuqori bilimimizga asosan qanday? Hozir biz tekstni ko'ramiz. Xo'sh, unda tekst degan nima? Lesson 1. Ya'ni excuse me degan lesson. Okay? Excuse me nima degan to'q? Meni kechiring yoki kechiring degan shu meni kechiring degan gap Uyg'ur tilida biz meni kechiring demasakmi, kechiring desak, shu meni kechiring degan ma'noni bildirgan bo'lamiz-ku. Qarshi taraf mushaqqi mendan o'zini kechirishni so'rayotdi yoki mendan kechirim so'rayotdi deb tushundiku qarshi taraf. Demak, Uyg'ur tilining ifodalash odati bo'yicha bir o'ylab etsak bo'ldi, kechiring deb olsak bo'ldi ekan deb. Okay? Bunda qilaylik. Men bir qatim o'qiy. Men o'qib bo'lgandan keyin menga agishib o'qib, anamnikimiz ma'nosini tushunaylik qanda. Lesson 1. Excuse me. Conversation. Whose handbag is it? Excuse me. Yes. Is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. Xo'sh, mushu o'qilishi hozirgi mening o'qigan ahvolim, demakchi men ishda o'qidim. Endi siz menga agishib bir qatim o'qing. Undan keyin biz ma'nosini tushunaylik, jumla. Okay? Lesson 1. Excuse me. Conversation. Whose handbag is it? Excuse me.
Yes. Is this your handbag? Pardon? Is this your handbag? Yes, it is. Thank you very much. Hoşundaq biz ma'nisini tushunib baqsaq, lesson 1 deganni bildingiz, abiyam men deb bo'lgan. Lesson 1 degan qanda birinchi dars degan gapimda ingliz tilidagi. Demakchi, lessonni boshida deb andan keyin 1 deydi. Dars birinchi degandek-ku. Uyg'ur tilida biz qanda birinchi dars deb ataymiz. Ammo ingliz tili bilan uyg'ur tilininki ifodalash odatini bir selishtirib o'tamiz. Bundan keyin bir yaxshi mushtaq bir odatni yetildirimki, bu bo'lsa qanda bir selishtirib o'tish. Ingliz tilida bunda deydiganda biz uyg'ur tilida bunda deymizda. Mushtaq selishtirib olsangiz asosingiz deb puxta chiqadi inshaalloh. Okay, lesson 1 degan birinchi dars bo'ldi. Excuse me degan nima bo'ldi? Kechiring degandek shu. Meni kechiring demoqchi-ku, meniki me degan meni degan gap bu. Xo'shundaqda excuse me deb bir odamga desak, nimani bildirdi ekan bu? Meni kechiring degan ma'ni bildirdi. Ya'ni kechiring. Ya'ni buning bo'libmi shu bugungi men darsimizdagi ishlatilishi qanday? Ishlatılishidagi anlatadigan ma'nosi boshqalarning diqqatini o'zimizga qaratganda ishlatadigan bir qaratmalig'i va bir neymiz? Boshqalarga iltijo qilishdan do'qa. Shunday bir ma'noda deb tushunsangiz bo'ladi. Excuse me degan. Menga bir qarasangiz, sizdan bir narsa so'raydigandim deganda ashta bir gap. Ya'ni buni kechiring deb xatolashmaymiz. Nima kechiring, qanday bir kechiring degan ma'no bildirdi deganda men hozir degandek. Boshqalarning diqqatini o'zimizga topganda ishlatilgan qaratmalik va bir iltijo yoki o'tinish so'zi bu. Okay? Conversation degan abiyam so'zliklar tizimliga kirgizmoqmiz, kechiringlar. Bu so'z ma'nosi nima? Dialog degan gap. Ikki odam o'tirsida bo'ladigan dialogni yoki parangni qanda conversation degan ingliz tilida. Mana ham bir qatim o'qidim. Conversation. Okay? Undan sonra bu diyalog qandaq bir dialogkan, nima temasidagi dialogkan? Whose handbag is it degan temadagi dialogkan. Biz shu dialogning ma'nosini tushunib bo'lgandan keyin eng oxirida bu savolga javob beramiz. Whose handbag is it? Ya'ni kimning, abim menda bu degan yodingizda bo'lsa, whose ning ma'nosi nima? Kimning degan gap. Handbag degan qo'l sumkasi-ku. Is it degan qanday? Bo'lsa u. Ya'ni so'z ma'nosi bo'yicha tushunib baqsaq, ma jumlani nima degan gap desangiz, kimning qo'l sumkasi bo'lsa u. Kimning qo'l sumkasi bo'lsa u. Bunda oldi kaynini bog'lasangiz bu gap nima degan gap bu? Uyg'ur tilidagi qaysi gapga teng bu? U kimning qo'l sumkasi degan gapga teng bu. Ingliz tilida shunday ifodalanadi. Whose handbag is it? Kimning sumkasi u deb. Kimning qo'l sumkasi u deb. Uyg'ur tilida qanda u kimning qo'l sumkasi deymiz-ku, ha? Yani bir selishtirib o'tgan qolganingizda, ha? Demakchi, shu temadagi bir dialog ekan bu. Eng oxirida biz shu savolga javob beramiz, unutib qolmaylik, ha? Xo'sh, undaqda dialogning mazmuniga kelsak, rasmga birlashtirib tushunsak, texim yaxshi qarang, ha? Ayol kishi poyezddan tushmoqchidek bir ahvol turdi, bunda qarasangiz. Ishni ichish hamshirlar qanday bir ahvol bor. Undan keyin er kishi deylik, bu ya ayol bo'lishi mumkin. Bular yagi engishib turib, ayolga bir gap qilmoqchidek bir ahvol bormi, ya'ni shundaqmi? Qarang, jumlaga qarasangiz, dialogning birinchi jumlasiga. Excuse me deydi. Nima degan gap bu? Excuse me. Demakchi, er kishi ayolga da'vatqandek gapmi yoki ayol kishi er kishiga da'vatqandek gapmi? Albatta er kishi ayol kishiga da'vatqandek gap bu. Xo'sh, shundaqda er kishi ayol kishining diqqatini o'ziga tortyapti deylik. Excuse me. İkinci cümle qarsangiz yes deydi. Yes degani xuddi ikkinchi rasmda ifodalanganda qarsangiz, ayol poyezddan tushib o'tib, oraliqda bir kayniga burilib deganda qildi bu gapni, shunami? Yes deb. Xo'sh degandek-ku, abam dedim-ku, ma'nosini, ha. Xo'sh, shundaqda kechiring, men bir qarsangiz degan bo'lsa, kishi qaraganda poyezd xizmatchisidek turdi, ha. Ayol nima degandek turdi shu. Xo'sh, nima gapdi degandek bir gap, bir ahvol bormi yerda, ha? Xo'sh, shundan so'ng uning keyingi jumla qarasangiz, is this your handbag dedi. Nima gap? Is this your handbag degan so'z ma'nosi bo'yicha tushunib boqaylik qarang, ha?
isni bo'lsa degan tuqqu, thisni bu, mavu degan tuqqu, your degan sening, sizlarning degan gap. Handbag degan nima bo'ldi? Qo'l sumka degan gap bo'lgan tuqqu. Demakchi, so'zlarning ma'nolarini o'zaro qo'shib, oldi-keyin tanishib, qarab baqsaq gapning o'ramiga. Bo'lsa, bu sizning qo'l sumkangiz, savol belgisi qarang, bu savol jumla ekan. Bo'lsa, bu sizning qo'l sumkangiz, ya'ni bu sizning qo'l sumkangiz mu degandek bir gap turamdi bu, ha? Xo'sh, rasmga qarasangizmi, shunday ma'ni chiqyapti. Har kishi qo'liga sumkani elib, bir qo'lida sumkani ko'tarib turib, yana bir qo'lida shu sumkani ko'rsatib turib, degandek qildi-ku ma gapni, ha? Ya'ni ma qo'l sumka sizningmi degandek yoki ma'u bo'lsa yoki bu bo'lsa sizning qo'l sumkangizmi yoki bu sizning qo'l sumkangizmi degandek bir gap ekan bu. Undasi buningga nimdab inkas bildiribdi ayol kishi? Pardon deydi. Nima degan gap bu pardon degan? Pardon degan amaliyotda bor-ku. Abim men dedim, masalan, yodingizda bo'lsin ma'nosini. Faqat misolni solsam, kechirish degan ma'nosi bor degan-ku. Bu pardon degan nima endi? Yani jumla shaklida ishlasak, masalan, jumla o'rnida ishlasak, pardon degan kechiring degan gap bo'ldimi? Amaliyot bor-ku, bu ingliz tilidagi men do'stimga yozay, bu pardonningki qanday bir gap ekanligini. I beg your pardon degan gapning qisqartirmasi bu. Bu yerda I beg your degan qism qanda kammiganli bir taraf bor. Aniq ifodalanmagan bir taraf bor jumlada. Ya'ni I beg your pardon ni qisqartirib pardon deb o'tib bir ahvol bor. Unda olsa aslida to'liq aytilsa bu gap qanday aytildi ekan? I beg your pardon bo'ldi ekan. Unda aslida oddiy bir tez deb o'tib ketsam ma'nosini I degan men, beg degan o'tinish degan gap. Qarshi tarafga o'tinish, yalvurish deganda esa bir ma'nosi bor. Yoki tilash, qarshi tarafdan bir narsa tilash degandek-ku. Your degan-ku sening, sizlarning dedik-ku. Pardon degan kechirim degan gap ekan-ku. Hozir men o'tinaman sizning yoki men so'rayman yoki men tilayman sizningki kechirishingizni deganda esa bir gap ekan-ku. Bu I beg your pardon degan. Xo'sh, shunda olsa, hozirgi gap qaytib kelsak, ma jumlada qanday pardon deb yoziladi. Amaliyotda bu nima degan gap ekan? Hozir bilib oldingiz. Bu pardon degan amaliyotda shu hozir do'stga ko'rganingizdek I beg your pardon ning qisqartirilmasi. Ya'ni men sizdan kechirim tilayman degandek-ku. Men tilayman sizning kechirimingizni degandek bir gap. Buni qisqartirganda pardon deydigan inglizchada. Bugun bilib oldingiz, inglizchadagi pardon degan nima gap asli desa, unda javob bersangiz I beg your pardon ning qisqartirilmasi, ya'ni kechiring, ya'ni meni kechiring yoki men sizning kechirishingizni tilayman deganda ishlab bir gap ekan. Qo'shimdasi bu ayol nimishqi kechiring deydi, nima vajida deydi, islomda o'ylab ketinglar. Demakchi, kishi bu sizning qo'l sumkangizmi deb so'rasa, nimishqi kechiring deb so'raydi bu yerda. Nimishqi diqqatingizni kechiring deb so'raydi. Bu yerdagi ma'nosi amaliyotda buningki. Nishadiki haqiqiy shu ahvoldagi ma'nosi, ha. Gapingizni anglayolmadim deganda gashta bir gap. Ashta bir vajdan so'rayotgan deyilayotgan gap, kechiring degan gap, ashunda bir vajdan deyilayotgan demakchi. Ya'ni men anglayolmadim gapingizni yoki xato anglamagandimi deganda gashta bir vajdan pardon deb so'ragan edi. Savol ekan-ku, ya'ni kechiring degandakchi. Men uni demoqchi bo'lganimni tushundingiz. Pardon degan mishada kechiring degan gap haqiqiy ma'nosi o'sha ahvoldagi. Gapingizni anglamadim degan maqsadda da'vatxon kechiring, ya'ni yana bir qaytilvasangiz o'pka deganda qashta bir vajni da'vatxon kechiring degan so'z ma'no. Okay? Deganda shu gapni o'xshash qaytildi yaxshi qarang. Is this your handbag? Bu sizning qo'l sumkangizmi deb. Deganda ayol qo'pib, yes it is deydi. Bu yes it is degan yana nima gap endi bu? Qarang. Yes degan ha degan gap, obam dedi. Başta yes deb savol talaffuzda desak nimani anglatganpi? Ha xo'sh. Nima gapdi deganda hech bir ma'no anglatgan bo'lsa, miyadagi yes degancha shundoq ha degan ma'no oladi. Ya'ni jazmlashtirish ma'nosini oladi. It is degancha amaliyotda shu it is my handbag ning qisqartirilmasi. Jumlani miyaga yozsam do'stimga. Yes
sizi de ayrış için iki gap demek o. Yes, it is degani amaliyotda yes, it is my handbag deganiki qisqartirilmasi. Ingliz tilida mana shunday ifodalaydi. U mening qo'l sumkam deganni yes, it is my handbag deb o'tmay, yes, it is deb qisqartirib o'tadi. Shunda bir ahvol borligini bilib olsangiz bo'ldi. Demakchi, mayadagi yes, it is deganiki nimani bildirganligini hozir bilib oldingiz, buning kelib chiqishini. Nereden kelib chiqqan bu? Yes, it is degani amaliyotda shu yes, it is my handbag degan gap. Shu my handbag degani deyilmidi yoki yoshirin keldi deb tushunsak bo'ldi. Okay? Ya'ni u shu deb olamiz majburiy. Yes, it is deganda. Deb bo'lib oxirida qanda rasm bilan birlashtirsangiz qanda oldida yes, it is dedi desak, kaynida qandim eng oxirgi rasmda thank you very much. Rahmat sizga nihoyat ko'p. Uyg'ur tilida deymiz bu gapni. Sizga ko'p rahmat deymiz dedim-ku. Undashlik qilib qarsangiz, urug'liqroq aytildi menga. Thank you very much. Okay? Xo'sh, unda bo'lsa başdaki darsning boshlangan chog'dagi, mana shu qarsangiz, darsning temasining tagida conversationning kaniga whose handbag is it degan savolni so'ragan-ku. Nima degan gap degan to'q? U kechiring. Kimning qo'l sumkasi bo'lsa u, ya'ni u kimning qo'l sumkasi deganda bir gapga to'q-ku. Unda nima deb javob beramiz bu gapga? Shuna bir javob beraylik. Shu savolga javob bersak, men tekstni, ya'ni men dialogni tushungan bo'lamiz. Whose handbag is it? Kimning qo'l sumkasi bo'lsa u, ya'ni u bo'lsa kimning qo'l sumkasi yoki u kimning qo'l sumkasi degan savolga nima deb javob beramiz? U bo'lsa it is the lady's handbag deb javob bersak to'g'ri. U bo'lsa the lady degancha shu ayolning degan, shu ayol degan gap. Lady degan ayol kishi degan gap. Ladyning kayniga pash as qo'shilib ketadi-ku. Uning ma'nosi ning degan ma'nosi bor. Bu keyingi darsda so'zlaymiz uni. Ya'ni ladies degan ayolning degan gap bo'ldi. Handbag chu qo'l sumka, qo'l sumkasi. Ya'ni u bo'lsa ayolning qo'l sumkasi. Yoki the deganni men keyingi darsda tushundirman. Hozir qarorimiz uni bilan. Demakchi, mush jumlaning ma'nosini nima deb tushunamiz deganda, u bo'lsa ayolning, ashu ayolning yoki heliq ayolning qo'l sumkasi deb tushunsak bo'ldi. The deganninki ashu heliq deganda bir ma'nosi, lekin uyg'urchada unda aniq tarjima qilmaymiz. Uni tafsili nima, qanday bir so'z ekanligini, nima ma'no olganligini oldimizda ketib so'zlaymiz. Okay? Bu ham shunchalik bo'lsin. Demakchi, savol whose handbag is it? Javob it is the lady's handbag. Okay? U bo'lsa ashu ayolninki yoki heliq yoki ashu ayolninki qo'l sumkasi. Xo'sh, unda bo'lsa birinchi darsninki teksti, ya'ni dialogimiz shu. So'zliklari abi ko'rgandek holda asli bugun planda qanda ikki dars tugatmoqchi edik. Asli shunday planlagan, lekin ma darsninki o'tilish ahvoli qanday? Hozir 40 minutdan eshib ketdi. Savodashlarni zeriktirib qo'ymaslik uchun, ya'ni bir liqatimda masalan 1 soatdan ortiq, 1 soat yoki undan ortiq ko'rishga ba'zan vaqt bo'lmasligi mumkin, hatto taqdir bo'lmasligi mumkin. Shuni ko'zda tutib turib qanda shu 40 minutlar yoki 50 minutlardan oshirib o'tmaslikni planlagan. Demakchi, shuning asosan ikkinchi darsni biz keyingi darsga olib qo'yaylik degan mushunchilik o'taylik savodashlar. Qanda ular degan nima o'rgandik deganda, birinchi darsningki so'zlarni o'rgandik va dialogini o'rgandik. Agar aniq bo'lmagan bo'lsa qaytib ko'ring. Yana aniq bo'lmagan bo'lsa, inshaalloh keyingi darsda biz qolganini so'zlaymiz. Ma'qulmi? Undan darsimiz mushakchi bo'lsin. Ko'p rahmat. See you tomorrow. At ko'rishaylik. Buning ma'nosi shu atki darsda ko'rishaylik degan gap-ku. Kunda o'timiz bu darsni. Kunda shunaq amalga 2 dars chiqarishga tirishimiz. Buguncha shu bir dars o'tib qoldi. Okay? Undan so'ng salomat bo'ling. İnşallah 8. ayının 2. günü yeni at görüşelim. See you tomorrow. Thank you very much.